Aka niyat qilamanda, qarang, ushbu videoni ko'rayotgan insonlar jannatda Allohning jamolini ko'rsin aka. İnşallah. Ushbu videoni ko'rayotgan inson zurriyotidan Baytullohning imomlari chiqsin aka. İnşallah. Amin deb qo'ying aka. Amin, Ushbu tilak amin. sizga ham, mana shu videoni ko'rgan insonlarga ham yondosh bo'lsin. Amin. Qarang aka, siz qaysi davlat fuqarosisiz? Man Rossiya. Rossiya fuqarosiz. Qayerdan keldingiz hozir? Tuladan keldim. Tuladan Kuveytga keldik. Kuveytdan inshaalloh Jiddaga uchamiz. Ehronlarni kiydingiz. Xudo xohlasa. İnşallah mikot bor. Samolyotga chiqqanimizda mikotdan kelabek Allohimda aytib, Allohning baytiga boramiz, Baytullohni ko'rgan inshaalloh. İnşallah. Qarang do'stim, siz Rossiya hududidasiz, O'zbekiston, Qirg'iziston yoki Tojikiston fuqarosimisiz? Sizlarga Rossiyadan turgan holatda Allohning baytiga umra ziyoratlarini qilishga to'liq holatda maza qilib umra ziyoratlarini qilishga taklif qilamiz. Buning uchun +7 kodi bilan 965 026 96 06 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.